odamlarni qarsaklari, ko'klarga ko'tarishlarini ko'tara olish va jim yurishda davom etish bu oson ish emas. To'g'ri, mukammal bo'lish juda ham qiyin. Mukammal bo'lmasligimiz mumkin, lekin g'ayratimiz shu tomonga bo'lish kerak-da. G'ayratimiz o'sha mukammallik, yaxshilik, a'lolik, yanada bir rivojlangan bir inson, bir mo'min o'laroq unga qarab bo'lish kerak-da harakatimiz. Agar biz bir narsa qilsak, buni orqasidan Alloh azza va jalla insonlarning diqqatini bizga qaratib qo'ysa, buni bir ne'mat deb bilishimiz kerak. Bu bizdan emas. Ya'ni biz zo'r bo'lganimiz uchun, biz bu ishni ustasi bo'lganimiz uchun emas. Bu bir ne'mat bo'lgani uchun. Lekin biz bu ishni qilish uchun niyatimizni to'g'rilab, o'zimizning ustimizda ishlayveramiz. Ammo dardimiz biz bo'lmasligimiz kerak, o'zimiz bo'lmasligi kerak.